Abduqodir Husanov Nyu-Yorkka yetib bordi va terma jamoamiz safiga qo'shildi. Klublar mavsumini rasman nihoyasiga yetkazgan Husanov endi bu yoqda jahon chempionatida ishtirok etadi. Sizningcha, o'tgan mavsumda Abduqodir Husanov ishtirokidagi qaysi epizod eng zo'ri bo'ldi? Ovoz bering, ketma-ket epizodlar orasidan birini tanlang, izohlarda yozib qoldiring. Darvoqe, u jahon chempionatida qaysi futbolchiga qarshi mana shunday vaziyatlar kurashlarida ishtirok etadi? Luis Diaz, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo yoki Joao Felix, ana boring Bruno Fernandes. Buni ham yozib qoldiring.